Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Xohlasa 350 kiloli yem meshalkamizni hozir ishlash jarayonini ko'ramiz. Xohlasa buning uchun tayyor qilib qo'ydik. Beda, somon, moshpiris bor, yantaq bor, boshqa narsalar, har xil hashalarimiz bor. Buni hozir aralashtirishni ko'ramiz. Xo'p, akalar, xohlasa boshlayapmiz. Buning ichiga somon, beda, moshpalaklar tashlab qo'yganmiz. Hozir endi yem solishni mashina boshlaymiz. Nima solamiz hozir? Silosmi? Mana makka so'tdan chiqadigan hozir o'shani solamiz. Silos, makka, bug'doy, sho'rxamiz bor. Xohlasa aralashtirishni ko'ramiz. Yoqib olaveramizmi buni? Ha, yurgizyapti. Ketdik. Silosimiz kamroq bo'lib qoldi. Ha, quyvoramiz. Meshalkamiz 350 kiloli yem meshalka bo'ladi. Sigirmaga ishlab turibdi motorlari. Ishlash, to'lib toshib ishlayapti. Suv quyib olib keyin tashlaymizmi? İkinci paqir suvimiz ketyapti. Aralashiga qarab turib, namligini ko'ramiz. Yem solishni boshlaymiz. Makkani uni ketdi mana qo'shyapti. O'zi ko'ryapti, ichkaridan chiqib, toshib, tagiga olib ketaveradi. Ha, yopishgan. Yana bitta quyib yuboraverakmi? Ishlash holati. Ichidan qaynab chiqib toshib ishlayveradi. Past joyga tashlaveradi. Ha, solib. 4 kilovat. Bu 22 kilovat. Oshib ketyapti. Akalar quvvatini ko'rasizlar. Endi bunaqangi toshirmasdan sal kamroq solib ishlatasizlar. Endi ko'pchilik to'ldirib qo'ysa qanaqa ishlaydi deb savol beradi. Shu savolga javob mana to'ldirib qo'ysa ham qiynalmay ishlayveradi. Olmasdan ko'payib ketdi. Akalar ko'rib turganlaringiz 350 kiloli yem meshalkamiz bo'ladi.
220 voltda ishlayapti. GPS olamizmi? Ha, kepaga ham solaylik. Qo'shuvga solyapman-da. Akala o'zini kirib ketyapti. Mana bo'lmasa bo'ldi. Biz so'raganlarga zakaz bo'ldi. Mana qo'shyapti, Qanchagacha aralashtiradiganlarga. Qo'shib ishlayapti. Mana yemni holatini ko'ryapsizlar. Har bitta burchakda makka, bug'doy, kepek hammasi yopish turibdi. Davlasa akalar buni yemimiz tayyor bo'lib qoldi. Qo'chqarlarni yemi. Har bitta burchakda ana sho'rxa, kepek, makka, bug'doylar ko'rsalang bo'ladi. Endi hozir to'kishni boshlaymiz davlasa. Boshlardingmi? Chala aralashgan yo'q. Hamma yo'q tortib. Hamma yo'g'i mana birdek ketyapti. Bir joyda ko'p, bir joyda kam bo'lib qolmaydi, hamma yo'q bir xilda ketyapti. Ayem bo'lib ketdi. Ishtahasi yo'q qo'ylarning ishtahasini o'tiradi. Hozir o'g'lim ushlab ko'ring. Akalar buni yemni mayinligi bu drabingdan chiqqan yemdan ko'ra mayinroq bo'ladi. Ta'min qo'ylar hazm qilishiga ham bu ancha yordam beradi. Qo'y, mol, jamiki chorva. Bejalkadan chiqqan yemni yana bir afzalligi ichidagi hashiylar yumshab ketadi.